Shaharlar rivojlanmoqda. Lekin ular doim ham to'g'ri yo'ldami? Ifloslangan havo, tirbandliklar, yashil hududlarning kamligi, infratuzilmaning yetarlicha rivojlanmagani, bularning barchasi zamirida aynan rejalashtirish yo'qligi yotadi. Shaharsozlik bu binolarni istalgan joyga quraverish degani emas. Bu biz ertaga yashaydigan hayotni bugun shakllantirishdir. Shaharsozlikni to'g'ri rejalashtirish bu tabiat, texnologiyalar va insonlar ehtiyojlarini birdek hisobga olish demakdir. Bu uy yonida istirohat bog'i bo'lishi, bu ishga velosipedda bora olishingizdir. Eng asosiysi, har bir tuman o'ziga xos qulayliklari, yashil maydonlari va zamonaviy infratuzilmasi bilan yashashga arzigulik, beton chumoli uylariga emas, balki inson uchun mo'ljallangan makonga aylanishidir. Innovatsion yechimlar tabiatni asrashga yordam beradi. Energiyani boshqaruvchi aqlli tizimlar, yashil tomlar, yo'l harakatini tartibga soluvchi neyro tarmoqlar, bularning barchasi shahar va qishloqlarni ancha qulay va barqaror makonga aylantiradi. Bizning yondashuvimiz aynan shunday tamoyillarga asoslanadi. Qishloq joylarini barqaror rivojlantirish loyihasi master rejalarni ishlab chiqishga innovatsion yondashuvlarini joriy etish orqali o'zini o'zi boshqarish organlari huzuridagi mahalliy arxitektorlar va muhandislarning salohiyatini oshirish bu maqsad qiladi. Master reja shahar va qishloqlarning rivojlanish jarayonlarini uyg'unlashtiradi. Iqtisodiy o'sish, aholi ehtiyojlari, urbanizatsiya darajasi hamda ijtimoiy, iqtisodiy va ekologik ko'rsatkichlarni inobatga olgan holda muvozanatli arxitektura va hududiy rejalashtirishni ta'minlaydi. Loyihaning asosiy maqsadi ma'muriy chegaralardan qat'iy nazar urbanizatsiyalashgan hududlarni rejalashtirishga kompleks yondashuvni shakllantirishdir. Loyiha doirasida Orol bo'yi mintaqasidagi qishloq hududlari uchun master rejalarni ishlab chiqishga oid tajriba tashabbuslar amalga oshirildi. Buning yorqin misoli Xorazm viloyati Hazorasp tumanidagi Bo'ston aholi punktining master rejasi. Biz Hazorasp tumani jadal rivojlantirish dasturiga tushgan Prezidentimizning 132-sonli qaroriga asosan bunda bizda Polvon bo'yida shunaqa bir loyihamiz bor. Aholini dam olish maskani yaratish, tadbirkorliklarga qulaylik yaratish hamda o'sha suv bo'yida cho'milish havzasi yaratish maqsadida bir loyiha qilingan. Bu loyihada asosan o'sha master reja asosida qilingan. Bunda imkon darajada maksimal shu tabiatga, ekologiyaga zarar bermaslik uchun shunday puxta o'ylanib, bir yashil zonani, dov daraxtlarni asrab qolishga qaratilgan. Bunda 2 kilometrga yaqin masofa belgilab olingan. Bu bo'yicha hozir mana qurilish ishlari davom qilayotir. Bu yerda boya aytganimizdek, maksimal darajada shu tabiatga zarar yetkazmasdan o'sha yashil daraxtlarni asrab qolish, nafaqat asrab qolish, yanada bularni ko'paytirish ham urg'u berilgan. Buning natijasida bu hali qurilish ishlari yakuniga yetgandan keyin aholimiz uchun, bu yerdagi xalqimiz uchun bir dam olish maskani, hordiq chiqarish, qolaversa cho'milish joylari faqat aholimiz emas, tadbirkorlarimiz uchun ham bu yerda keng imkoniyatlar yaratiladi. Buning natijasida bu yerda faqat bu ishlar emas, shu yerdagi qilingan obyekt asosida bu daryo bo'yi, ya'ni shu kanalimiz ham, hudud ham toza saqlanadi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining taraqqiyot dasturi loyihasi asosida master rejamiz ishlab chiqildi. Shu master rejamiz asosida bugungi kunda Hazorasp tumani jadal rivojlantirish dasturiga ham kiritilgan. Shu dastur bo'yicha ishlab chiqarilgan master rejamiz konsepsiyasi asosida Polvon kanali bo'yida aholi tuman markazining hamda yondosh mahallalarning aholisi dam olish, shu yerda hordiq chiqarish, maskani tashkil qilish bo'yicha bugungi kunda dastur asosida ishlar amalga oshirilmoqda. Tez kunlar ichida bu yerda zamonaviy ko'ngilochar maskanlarimiz tayyor bo'ladi. Hozirgi master rejalarimizda
asosan ekologik hamda atrof muhitni saqlash hamda bunga yangicha ijobiy yondashish maqsadida ahamiyat beriladi. Bunda yangi daraxtlar ekish, ko'kalamzor maydonlar tashkil qilish, kanal bo'yida suv bo'ylarini tozaligini saqlash. Asosan bu yerda master rejamiz shu yerning aholisining fikrlarini inobatga olib hamda maslahatlashib shular bilan birgalikda ishlab chiqildi master rejamiz hamda shu master reja asosida ishlar amalga oshirilmoqda. Oldin bu yerlarimiz aholi tomonidan tartibsiz ravishda foydalanib kelayotgan yer bo'lgan. Jami 13,9 gektar yerimiz. Hozirgi kunda shu yerimiz master reja asosida aholi hamda ko'ngilochar dam olish maskaniga aylantirilmoqda. Mana bizning Bo'ston mahallamizda bizning taklifimiz asosida master reja ishlab chiqildi. Master plan asosida ishlar hozir boshlanib yuborildi. Mana misol uchun Polvon kanal yonida dam olish maskanlari qurilib boshlanib ketdi. Bundan xalqimiz minnatdor. Avvalambor prezidentimizga rahmat. Shu olib borayotgan ajoyib siyosatlari, yordamlari natijasida shu ishlar boshlandi. Xalqimiz minnatdor. Bu yerları qurishdan asosiy maqsad xalqimizning yashash tarzini yaxshilash, ekologiyani toza tutish, yashil makon yaratish maqsadlarida ishlar olib borilyapti. Biz shaharlarni quramiz. Shuning barobarida esa kelajagimizni ham bunyod etamiz. To'g'ri rejalashtirish bu salomatlik, tabiat va kelajak avlodlar uchun kiritilgan sarmoyadir. Kelajak shahri bugungi qarorlardan boshlanadi.